Payg'ambarimizni o'limlaridan bir oy muqaddam dardlari vazmin bo'lib qolgan paytda Hazrati Oysha onamizning xonadonlarida to'plandik deyiladi. Shunda Janob Rasulullohdan so'radik: "Ya Allohning Rasuli, agar siz dunyodan ketadigan bo'lsangiz, qaysi birimiz yuvamiz? Janozangizni qaysi birimiz o'qiymiz? Bu sharafli vazifani qaysi birimizga topshirasiz?" deb savol qildik. Shunda Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam javob qildilarki: "Men dunyodan ketadigan bo'lsam, o'zimni ahlimdan bo'lgan odamlar meni yusinlar. Yaman bo'zlardan kafan qilinglar. Qachon meni yuvib kafanga oladigan bo'lsanglar, o'zimni yolg'iz qoldirib chiqib ketinglar. Birinchi bo'lib menga Jibril alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Azroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom farishtalar kelib janozamni ado etishadi. Ulardan keyin janozani o'qish navbati sizlarga yetadi. Keyin sizlar meni janozamni o'qiysizlar" deb Janob Rasululloh ta'kid qildilar. Payg'ambarimizni dardlari vazmin bo'lib turgan paytda boshqa bir rivoyatlarda keladiki, o'limlaridan 3 kun muqaddam huzurlariga Jibril alayhissalom kelgan ekanlar. "Ey birodarim Muhammad, sizni hurmatingiz uchun meni Alloh huzuringizga yubordi. Alloh bilib turibdi, ko'rib turibdi. Lekin shundoq bo'lsa ham Habibimning huzuriga borgin. Muhammadning holidan boxabar bo'lgin" dedi. "Xolis qandoq?" dedilar. Janob Rasululloh: "Ey birodarim Jibril, men o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Holim juda ham vazmin bo'lib qoldi. Dard meni juda ham ezib qo'ydi" dedilar. Ertasi kuni ham Jibril alayhissalom kelib boxabar bo'lganliklari, 3-kuni Rabbiyul avval oyini 12-kuni dushanba kuni ekan, Jibril alayhissalom yana keldilar. Kelganlarida o'zlari bilan birga hamroh qilib Hazrati Azroil alayhissalomni olib kelgan ekanlar. Payg'ambarimizning huzurlariga kirib: "Ey birodarim Muhammad, men sizni huzuringizga keldim. Bu gal o'zim kelganim yo'q. Yonimda Hazrati Azroil alayhissalomni olib keldim. Agar ijozat bersangiz, Hazrati Azroil alayhissalom joningizni bugun oladi. Bo'lmasam orqasiga qaytib ketadi." Shu paytgacha Hazrati Azroil alayhissalom